Alloh o'zi kechirsin, o'zi bilib bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytayapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shun bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb xayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Diniy bayram Alloh azza va jalla tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eid al-Adha, ya'ni Qurbon hayiti. Bu ikki bayram diniy bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dunyodagi hamma bayramlardan eng a'lo bayram ana shu bizni musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz. Bu bayramlar azizlar diniy bayramlar hisoblanadi. Ammo ikkinchi bayramlar bor, bu dunyoviy bayramlar. İnsanlar tomonidan o'ylab chiqilgan biror bir narsani sanani muhim bir kunlarida nishonlanadigan bayramlarga aytiladi. Bunday bayramlar aytaylik, mana Navro'z bayrami deymizmi, bu urf odatimizga muvofiq bo'ladigan bayram yoki bo'lmasa Mustaqillik bayrami, bu ham katta bir bayram, vatanimizning istiqloli. Yangi yil bayrami ham ayni mana shunday dunyoviy bayramlardan hisoblanadi. Yangi yil bayramini umuman dinga aralashtirmaslik kerak. Diniy bayramga aralashtirmaslik kerak. Musulmon odam albatta hech qachon boshqa dinni bayramini qilishlikka targ'ib qilmaydi. Musulmonlar idorasi ham, bizning idoramiz ham, fatvo hayoti ham, boshqa fatvo kitoblarimizda ham boshqa dinda ibodat bayramlarini nishonlashlikka buyurmaydi. Ammo dunyoviy bayramlarni o'tkazishlikka hech qanday monelik yo'q. Birinchidan, juda ko'pchilik o'ylagandek bu hech qanaqa aytaylik boshqa dinni bayramiga ham qiyoslash kerak emas. Ko'pchilik aytayapti buni ayni Rojdestvoga olib taqashyapti. Keyingi paytlarda yangi yilda ayni shu Rojdestvoga olib kelib katoliklar yoki mana pravoslavlar qilayotgan bayramga o'xshatishyapti. Lekin aslida Rojdestvo bayrami o'sha xristian olamida ba'zi birlarda 25-26 dekabr bo'lsa, ba'zi birlarida 7 yanvar nishonlanadi. 31 dekabrda hech qaysisida bu bayram yo'q. Bu butun dunyoda qabul qilingan yil sanani yangilanishligi uchun bo'layotgan dunyoviy bir bayram. Shuningdek, bizning davlatimizda ham bu kunda bayram deb nishonlanilyapti. Biz musulmonlar bunga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo, bir yil o'tgan umrimizni sarhisob qilishimiz kerak. Mana avvalda aytib o'tganimdek, umr katta ne'mat. Mana bir yili o'tibdi. Bir yil ichida biz nimalarga erisha oldik?